bir ko'r o'rtag'im bordi. Yoshimiz teng. Juda qadrdonmiz. Uylanmagan birodarlardan so'rasangiz, qachon uylanasiz desangiz aytishadiki, qiz oqtaryapman-da deydi. Ulpatlardan bittasini ishi yurishmay qoladi. Bir 35-40 ga kirgan yigitning ishi yurishmay qolib, qolgan ulpatlari Ruqiyaxon degan qizim bor. Shu qizim 11 yosh. Qizimga kitobni berdim. Yigit bir boy insonni qo'yini boqar ekan. Kasb shu. Kelishilgan 5 dirham. 5 dirham evaziga qo'yini boqib berar ekan. Bir odam kelib menga aytganda titrab ketib qoldim. Aytayapti, qoraka deydi, odamlarni boy kim desa, hammani qarichi har xil. Uni hisob raqamidagi puli falonchi milliarder deydi. Telegram, umuman Telegram emas, internet tarmog'ida bir kimnidir ovozi tarqabdi, juma bilan tabriklab bo'lmaydi. Bir Mansur degan kishi bo'lgan ekan deydi. U kishi aytadilarki, hech u kishini xafa qilib bo'lmas ekanda. Xafa bo'lsa ham birpas esdan chiqarib ekan. Bir kemada ketishsa, kema sinib ketib, odamlar endi chunki bitta odam omon qoldi. Bitta insonni sigiri yo'qolib qolibdi, ertalab tursa sigiri yo'qmish. Uni 3 ta o'g'li bor ekan. 3 chala o'g'lini chaqirib iPhone 7 chiqdi oldinglarmi? Ha? Qarz bo'lsa ham olinglar, orqada qolasizlarmi? Bir marta yashasanglar. Meni bir kishi iltimos qildi. Borib Yosinni o'qib qo'ying dedi. Bir dodaga. Borsam, kirsam bitta katta bozorda ketyapsam, ikkita ayolning orqamda ikkita ayolning suhbatiga quloqim tushdi. Haligi Bir kishi xotini bilan tortishdi. Xotini bilan sammanga borib qoldi. Xotini eridan xafa bo'lib, Qarzdan qutulish duosi bor. Payg'ambarimiz aytdilar, ertalab, kechqurun shunday deng. Allohumma inni a'udhu bika min. Senga yetadi, barakali bo'ladi, farzandlaringdan ortib ham qoladi dedilar. Men shu ishni qildim. Mana yaqin kunlarda yangi yil. Hamma butun dunyo nishonlida shuni. Butun dunyo. Musulmonlar ham, boshqasi ham. Bir opani videosini ko'rib qoldim. U opa ayollarga motivatsiya berib gapirganda aytayaptiki, bir homilador ayol eridan so'radi: "O'g'il kutyapsizmi yoki qiz?" Eri javob beradi: "Agar u o'g'il bo'lsa, men unga matematikani o'rgataman." Biz bir kuni bir yigit menga bitta savol bilan keldi-da. Bola maharga gelik so'rasa joizmi? Ha, albatta joiz. O'sha gelikka arzigulik bo'lsa bir emas. Telefon bo'lyapti bir ayol kishi. Siz meni ukalarimni hayotiga aralashmasangiz, meni o'zimni. Bir yigit bir qizni yaxshi ko'rib qoldi. Sevib qoldi. Bu bo'lgan voqea. Shunaqa qattiq yaxshi ko'rib